Salom hammaga. Anchadan beri video qo'ymoqdim. Mana bugun qo'yapman. Sizlarga o'tgan safar kompyuter versiya o'yladi. Ko'rsataman dedim. Hali ham like qilmadinglar. Bitta ham like'im yo'q. Endi Stalrun o'yinida va hozir Joystick Rivals 3 ta o'ynab ko'rsataman. Bu ba'zi bo'ladi. O'g'illik qilib, uylardan pul olib o'ynaydi. Militsiya keladi. O'tda o'sha o'yinda siz militsiya bo'lasiz, lekin boshqacharoq versiyasi. Harbiylar bo'ladi, qurollari, jang qilasiz, o'sha o'g'irlik, bankka o'g'irliklar qilgan odamlarga qarshi kurashib, ularni oldini olasiz. 3 ta seriya bo'ladi. Ularni o'ynasa bo'ladi. Hakerlik, Simpliers, birinchi marta ulanishni ham ko'rsataman. O'shan bilan ulandik. Admiral 00da obuna bo'linglar. Yo'q, men bu emasman. Men manaman. Mana meni qurollarim. Bu yerdan qurol olsa bo'ladi. Hozir 3 ta elektroshokerga pul to'pladim. Sherigim bank o'g'irlikka tushganlarni oson zapravkadek o'g'irlikka tushganlarga qarshi hozir 3 ta 3 komanda bo'ladi. Ulansanglar ham 3 kishi ulanadi, 2 kishi. Sherigimiz ketdi. Start. Go. Sekund vaqt qoldi. Ular ketishadi bo'lmasa. Hazır. Korkmayınlar. Yok. Pauza. Misyonu bajardik. Hammamiz ketyapmiz. Pauza. Mana pauzani ham ochdik. Nakalayam. O'ldirmaganda shans olasiz. Siz bilan ketishim. Chiqin qochdik.
deyapsiz? Sizni tashakkur etaman. Chiqing. Akaxon chiqing. Ketdik. Bankka bosamiz endi odamlar. Vaqt 58 sekund qoldi. Ulgura olmasam shuncha qilgan itti ko'tiga. Mola kerak emas menga o'zim. Ko'zim chiqaman. İşgal olmaydı ekan bu sefer. Pauza basayım. Ulgurmadi ekan. Yozganmas. Bankka hujumga. Pauza basmayman.